bitta tanishim aytib qoldi-da, michlarka ishlatarkan-da, ya'ni makiyajni полный o'chirib olarkan-degan, keyin влажный salfetka bilan artarkan-degan, o'shuni uходini qilarkan, uxlar ekan. Yuzimda deydi, shuncha uhod qilsam ham hech qanaqa o'zgarish sezmadim deb aytib qoldi. Конечно, michlarkadan keyin yuzni yuvmaslik bu eng katta xato. Siz qimmat zo'r kosmetika ishlatsangiz ham, lekin yuzingizni yaxshi yuva olmasangiz, yaxshi tozalamasangiz, chuqur tozalamasangiz, hech qaysi ishlatayotgan kosmetikangiz yordam bermaydi. Manda o'sha Biodermaning o'sha mashhur legendarniy michlarkasini qaranglar. Bu aslida sovun. Ko'ryapsizlarmi? Qancha sovun chiqib ketdi. Ko'rdinglarmi bu kopiyni? Buni shunday yuziga surib, uni yuvmasdan uxlash bu xato-ku. U mumkin emas вообще. Yuz baryeri buziladi. Yuzdagi mana bu nima edi? Teshichalar bor-ku, u kattalashadi, poralar ochiladi. O'tgan kirlar yig'ilib boradi. O'lik terilar yig'ilib boradi. Ton nima deydi, slabый bo'lib qoladi. Xiralashishni boshlaydi. O'shaning uchun yuzni yuvish kerak, обязательно. 2 etapda iloji bo'lsa yuvish kerak.